Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun 25-oktyabr. Mana qulupnaylarimizni bugungi kundagi holati. Oldingi video chiqazgan edim. Mana o'shandan keyingi bir haftadan keyingi holati. Hop. O'zi oldingi hafta kalsiy berib olmoqchi edi. Kalsiy bilan gumni qo'shib berib olmoqchi edi. Nima desam ekan? Rosa suv berib mana obdon zaxlatib oldi. Tez zaxlamadi. O'shan kecha juma kuni suvni berib to'xtatganmiz mana. 3 ta dugani yaxshilab qoraytirib zaxlatib oldi. Endi sal nami ketsa, o'sha kalsiy bilan gumini qo'shib berib olamiz. Xudo xolasa buni keyingi videolarda ko'rsatib o'tib ketamiz. Mana hozir oldingi shodalar mana kichikroq edi, bu safar mana bir haftada ancha kattalashib uje tugib qoldi. Bu yerda 20% cha qulupnaylarimiz gullab tugishni boshlayapti. Endi sal suvdan qantaramiz, xudo xolasa gulga kirib ketadi. Oldingi videoda men buni ko'rsatib o'tgan edim. To'g'ri, buni qora klonkada qilish kerak edi. Shu joyini etmay o'tib ketaman. Prosta men buni bitta odam o'shani ko'rsatib yuboring deganiga shunda kesib ko'rsatib yuborgan edim. Qiladiganlar kerak bo'lsa shunaqa qilsin degan maqsadda etib o'tib ketgan edim. Lekin buni har qayerda qora klonkada qilish kerak edi. Shu joyini etmay o'tib ketdim. Mana qora klonka yo'lining hisobiga mana shunaqa oddiyroq ko'rsatib etib o'tib ketgan edim. Mana tepa klonkalarimizni almashtirib oldi. Yangi klonka yopdi. Har qayerda reklama qilgandagi bor ekan, Piomax klonkasidan yopdi. Bu ham shu 1 metr, 1,5 metrga klonkasi cho'zilyapti. Hozir buni ko'rsatib bera olmayman. Keyingi xudo xolasa o'g'lim bilan video qilganimizda o'sha klonkadan cho'zilishini ko'rsatib o'tib ketaman. Lekin klonkasi zo'r ekan har qayerda. Xo'p. Endi shu kunda qilayotgan ishlarimiz hozir orqada katyolxonani katyollarini olib tashlayapmiz. Keyin o'tga boshqa katyol olib kelib o'rnatamiz. Bularni xudo xolasa qo'yayotganlarimizmi yo keyingi videolardami, undan keyingilarga tayyor bo'lsa, xudo xolasa ularning hammasini ko'rsatib o'tib ketamiz. Mana qulupnaylarimiz hozir ancha qaynab katta bo'lyapti. Kuniga o'zgaryapti. Xudo xolasa ertaning o'sha kalsiy bilan gumini berib olamiz. Keyin ketidan ildizdori berib olamiz. Bularning hammasini xudo xolasa videolarda ko'rsatib qo'yib boramiz. Hozir shu kungacha pashti hech narsa qilganimiz yo'q. Faqat bir hafta shu 8 kuncha sug'ardi. Zaxlatishga 8 kun vaqtimiz ketdi. Hozir bitta ikkita joyida sal qulupnaylar vohiroq gullab qolganlari pishyapti bizda ham. Endi bu vohli gullab qo'yganlari mana. Bular endi hozirgi kunda yirik bo'lmaydi. Maydaroq bo'ladi. Narolada ham bor. Endi bular yoqqa kirib bo'lmaydi, ko'rsata olmayman. Hop, mana qulupnaylarimizni holatlari zo'r mana. Bunchalar ham o'sha yorib chiqyapti. Xudo xolasa bularga oziqalar bersangiz, ya'ni gulshodalar ham yirik bo'ladi. Mana chiqazayotgan gulshodalar baqvat chiqazyapti. Baqvat emas, lekin bundan ham baqvat chiqazish kerak. O'shanda qulupnaylarning doni yirik bo'ladi. Qancha baqvat chiqarsa gulshodalarni shuncha yirik tugadi qulupnaylarimiz. Hozir katyollarimizni ham bizib tashlayapmiz, ularni ham ko'rsatib o'tib ketamiz.
Mana kotyolxonamizni mana kesib olib tashlashga tayyor qilib qo'ydik. Mana ikkita pardachi edi. Mana bunisi obratkalar bo'lgan. Mana ham obratka. Bularni ertaga xudo xolisa ko'pchilik bo'lib ko'tarib olib tashlaymiz mana. Xo'p, bu yoq diplomatni mana ikki qator bu yoqda truba bo'lgan, ikkita bu yoqda bo'lgan. O'sha bu yoqda ham ikkita, bu yoqda ham ikkita. 4 qator o'rtaga mana popga qo'yilgan diplomat deyiladi. Mana ko'ramiz. Mana shunaqa ko'rinishda bo'lgan. Bu hali ham ishlaydi. Kimga kerak bo'lsa buni ham sotib olamiz. Gazga, o'tinga ishlaydi asosan bu. Bemalol 6 sotuv panelni isitib beradi. Biz buni 4 sotuvga qo'yganmiz. 4 sotuvdan 6 sotuvgacha bemalol isitib beradi. Kotyol vashi mo'shniy. Ertaga endi buni xudo xolasa ko'pchilik bo'lib bu yerdan olib chiqarib tashlaymiz. O'rniga yangi kotyol olib kelganmiz, yasatib qo'yganmiz. Ko'mirli kotyol. Xudo xolasa keyingi video, bundan keyingi videolarda xudo xolasa uni ham ko'rsatamiz. Xo'sh, bir narsani esdan chiqib qolibdi. Mani kuzatib borayotganlar ko'p shu savolni beryapti. Parnilarni yon tomonini ochiq qoldiryapsizmi, yopyapsizmi degan savollar ko'p bo'lyapti. Ko'pincha shu to'g'risida telefon qilishyapti. O'zi mana 2-3 kun bo'ldi mana shu yon tomonini hop o'zi yopyapman. O'zi tushirib qo'ydi. Polni endi bu ochilmaydi, xudo xolasa bahorgacha. Mana ikkita oldi orqa yo'q bilan, ya'ni orqa tomonim. Hop, ertaga yubka tortamiz. Где-то 1 metr 80 cm atrofida mana bundan yubkalar tortiladi. Mana shu joydan tortiladi. O'shanda tepaga где-то 81 metr ochuv joy qolsa, hop bu yerdan havo kirib turadi. Tepa porchka mana. Tepa porchkalar ochiq turadi. Kunduzi kechqurun. Hozir kunlarcha sovib ketmagan. Qachon yopiladi? Xudo xolasa bularni отдельный video chiqazamiz, xudo xolasa vaqt soati kelganda aytib o'tib ketaman. Biza shu 3-4 gradus bo'lgan paytda kechqurunlari 4-3 gradus, mayli boring 5 gradus bo'lgan paytda sekin yon tomonlarni tushiramiz. Mana shu nima deydi? Mana tepadan, tepa porchkadan pastini tushiramiz. Keyin mana tepa porchkani ozgina ochiq qoldiramiz. Hop, havo kirib turishi uchun. Polni yopib tashlasa ham ichkari dimlanib terlab ketadi. Shuning uchun kechqurunlari hozir yopish shart emas. Kimlar yoqayotgan bo'lsa, yopsa bo'ladi. Porchkalarni baribir ochib qo'yish kerak. Tepa porchkalarni, yon tomondagi porchkalarni ochiq qoldirsa, mana baylarning usti terlamaydi, gullarning usti ham namlanmaydi. Yaxshi hosili tugadi. Urut bo'lib qolmaydi. Nima deydi? Vijir-vijir bo'lib yomon bo'lib hosillari qiyshu qing'ir bo'lib tugmaydi. Mana shu narsalar o'sha namlik oshib ketgandan shunaqa urut bo'lib qoladi hosillari. Shularga ham katta ahamiyat berish kerak. Xo'p, shularni aytib ketdik dedim videoning oxirida. Xo'p, kuzatib boringlar. Qiziqarli, kerakli ma'lumotlarni berib borishga harakat qilamiz. Sizlarni qanaqa savollar qiziqtiryapti, kommentariyaga yozinglar. Keyingi videolarda xudo xolasa shu savollarga javob berib o'tib ketishga harakat qilamiz.